Ular shu uy ekan aka. Endi Mansur akamiz hozir endi 300 ming so'm pul berdi, yo'lini birinchi o'chirtda yo'l dedi. To'g'risi aka, men yo'lni ko'ryapsiz ahvolni. Maydamo shipanchami, baliq tutadigan odammi, shu odamni mana qumi bilan anaqasi bor ekan. Shu olib ketaman deb meni bolotda bo'lganligi uchun mana shu to'ktirib qo'ygan ekan. Arvada toshib turamiz, qorab turasiz deylar deb to'kib ketgan ekan. Bu odam ham shu hali berib bitirish niyati yo'q shekilli. Shu o'tgan kuzda tashlab ketgan ekan bo'lsa. O'n ikki ko'tarib qo'yibdi, hozir borib ko'rib keldim. Bir xonagami, bir yarim xonaga kechagi kuni, hozir dedi, kechagi kuni butun ko'tarib qo'ygan ekan. Hozirjon bilan o'tib ko'rdik. Aytdim, men kerak bo'lmasa dedim, ishlatvoramiz deb opadan aytsam, yo'q, u egasidan so'rash kerak dedi. Birovniki. Egasi bor ekan edi. Egasi chaqirsam, bitta qorovul amaki bor ekan, katta, yoshi katta. Amaki, yo'q, o'g'lim biladi, men bilmayman dedi. Bo'pti dedim. Telefon nomerini oldi. Telefon qildik, ertaga borarman dedi. Ertaga vaqtimiz yo'q degan joyimizda bugun kelib qoldik aka. Siz chaqirib kelganim aka, mana shu yerdan mana shu ozgina temirda qo'yib qo'ygan ekan. Kichkina lis. Shuni o'tib borar ekan. Dalani chegasi, mana ko'rib turganmisiz? Dalani chegasi. Bu yerda uy bor. Hurmatli obunachilar, bu tomoni shu dalada mana bunday qilib ko'rsatishim mumkin. Endi o'zimga o'zim anaqada. Bu yerda qayda javrayapsan desanglar, bu tomoni uy ekan. Bu Shilaka Biloyda Mardon ayol aytganidek, mana Abdulla akamga ham aytganim. Bu Shilaka Biloyda Rossiyada bitta ammasi bor ekan. Rossiyada ishlaydi ekan, oilaviy hammasi Rossiyaga ketgan ekan. Shu uyim, joyim deb, ammasiga ham rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shu qiynalibdi, jiyanim, shu chiqaradigan qizlari bor ekan, 17 yoshga kirgan, 18 yoshga kirgan. Aka, opa shunaqa deb yig'lagan ekan, endi o'g'illari bilan qo'shilib shu Shilaka Biloyda jo'nattirib yuboribdi. Chunki nimaga u Shilaka Biloyda buni hech bo'lmasa darvozang bo'lib tursin. Bu yo'llaring ochiq ko'ryapsizlarmi? Mana dala bu yoq, to'g'ri dala. Endi yoshiga yetgan qiz. Bu ammasi ham to'g'ri o'ylagan. Shuni jo'natib yuboribdi. Endi bunga quyish uchun beton kerak-da tagiga. Bu o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi-da. Bu olib kelib qo'ygani bilan ammasiga ham rahmat. Aziz ko'radi desiz, hozir 200 kattasidan o'zlamanchi. Shunga endi sizni maslahatingiz bilan maslahatingiz chaqiryapman. Birinchi yo'lni naridan boshlash kerak. Obunachilar bilan kelaymi? Shu yo'lda maslahat qilaylik aka. Mana uyni mana nagadan ekan. Nagi bitta turbani beton qo'yibdi. Shunday nimani tashlab turib, birinchi yo'lni to'g'rilash kerak. Mana shu yoqqa o'taylik obunachilar bilan. Obunachilar bilan ko'rishdingizmi siz? Ko'rishdik. Assalomu alaykum. Bormisizlar? Vaqtingizga tinchliklar. Mana ko'rib turganinglar mana shu yo'l ekan-da, mana shu yo'li. Shu yo'l ekan Abdulla aka. Bu yo'ldan endi yomg'ir yog'sa ham to'g'risida mana uyni chegarasidan mashindan yo'lni qilib, o'rab o'rash kerak ekan. Mana shu yo'l endi chopay desa, aka opani qo'li chatar. Endi qizi uyda ish qilay desa, tirikchilik qanaqa bo'lib qoladi. Dachi maktabda do'ndirib o'qimadim deyapti. Shu tirikchilik orqasidan, shu onasi ishlay desa bitta qo'lda ishlamayman deb kechagi kuni yig'ladi. Mardon ayol ko'rsanglar. Ko'rdim ham videolarni. O'ta yig'ladi. Shuning uchun hurmatli obunachilar, Mansur akamiz, ustozimiz Anvarjon akamizdan ham maslahatlarni olib keldik. Anvarjon Mansur akamiz ham shu videolarimizni o'zlari tekshirib hammalari ko'rishdi. Mansur akamiz shu bir mashina shag'alga 300 ming so'm pul berdi. Alloh rozi bo'lsin, duo qilib qo'yasizlar ustozimiz ham. Shu bir mashina shag'alni olib kelishdan oldin aka shu yerda to'g'rilab turib, mana yerda bir ipaqaga tegizib turib, birato'la olib kelganda yaxshida, to'g'rimi? Ya bo'lmasa, hozir olib keladigan bo'lsak, mana qor ekan. Shag'al 17 ket anaqa tashib ketadi bekardan. Mo'minjon, birinchi yo'l to'g'rilash kerak ekan. Bu beton quyib turib, beton quyish kerak bo'lsa ham betonga mablag' kerak ekan. Bunday mana taxtalardan qaqib turib, bunday qilib haliga chorva qilib turib qo'ysa bo'lmaydimi? Ko'prik qilib taxtadan. Yo'q, ham mashina o'tadi bu yerdan.
shipir qo'yib turib, taxta qoziq qilib qoqib turib, orada ko'cha egasiga. Bidon quyib deyapsizmi? Bidon emas. Ana siroq shipir bor ekan. Ha, yo'q, bo'lmaydi. Siroq shipirdan qo'yib turib, turpodan tashlasak, bunday latokcha bo'lib qoladi. Ustiga ana taxtalarni bunday terakdan tashlab qo'yamiz. Ustiga turpa tashlab qo'yamiz, qora qog'oz. Bo'lmaydi. Odam o'tib tursa bo'ldi-da, mashinasi yo'q-ku. Ya, bir chiroyli qilib qo'yish kerak. Ya, birinchi turba qo'yish kerak, ya bidon qo'yish kerak. Ya, bo'lmaydi. Nadeni, Mo'minjon. Ko'raylik. Yo'q, nadeni. Endi oilasi bilan mana keyin birinchi o'chirda shu yo'limiz, hurmatli obunachilar, shu oilaga hamma kommentariyani tagiga yozib qoldiribdi, yordam beringlar, yordam beringlar. Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha yordam beramiz, kuch birlikda deydi. Birgalikda harakat qilsak hammamiz Ha, Xudo xolasa yordam qo'llari mana telefon qilishyapti, kommentariyani tagiga yozib qoldiryapti, Abdulla aka yordam beramiz deb. Chunki nogiron oyoq norasida ikkita go'dagi bilan qolib ketgan ekan, 5-6 yil bo'ldi ekan. Xo'jayini o'tib ketgan ekan. Shu onalari yordam berib turardi ekan. Onalari ham mana 1,5 yil bo'libdi. Qarang, mana Mo'minjon haligi oila ham mana topshirdinglar-ku. Qanday yaqinda borib nima olib keldinglar video. Qarang mana qanday baxtli inson. Maza qilib. Ular hali duo qilyapti, yig'layapti. qarang mana. Yordam berganlarga duo qilyapti, Men yig'layapti. shunga Alloh rozi bo'lsin barcha yordam berganlardan. Qarang, men kommentariyaga shu kuni yozdim mana. Qilgan ehsonlarni Allohning dargohida qabul qilsin. Ustalarni ham deb qo'ysizmi? Yo'q, yo'q, ustalarni. Ustalarni. Hali ko'pchilikka hech narsa emasda. Keyin eng asosiy bitta narsani chaqirib kelganim aka shu yo'lak. Siz chaqirib kelganim akajon. Chunki qo'limdan keladi, bitta o'zimiz qo'limizdan kelmaydi-da. Obunachilar shu yordam berib, qo'llab-quvvatlab tursa, bitta o'zim qo'limdan kelmaydi aka, bitta. To'g'risi aka, siz ustasiz, siz bilasiz. Shuning uchun obunachilar ko'pchilik ham aytib, yozibdi kommentariyani tagiga. Abdulla akam bor, usta, shuni chaqirib keling, maslahat qilinglar degani uchun men sizga aytib keldim. Abdulla aka. Shu yo'laydi, mana shu yo'lagini ko'rsanglar. Mana qarang. Endi o'zingiz fikringizni ayting aka, Abdulla aka. Birinchi yo'l to'g'rilash kerak ekan. Keyin kechagi kuni aytib o'tdim, Mardon ayol kanalida ham hojatxonasini tomi yo'q ekan aka. Endi har xil vaziyatda to'g'risida qishlarda o'tiramiz, yomg'ir yog'adi. Yomg'ir yoqqanda hojatda hech kim anaqa qilmaydi-da, to'g'risida bunday bet sidirib aytgan. Bo'lmaydi. Shipir bor ekan, lekin aytda shipir bor ekan mana. Shipir. Mana yetadi, yarimta yurimtani qo'yib yuborsak bo'ladi, mana hurmatli obunachilar. Yarimta yurimta shipir bor ekan, to'g'rirog'i shu qo'ysa bo'lsa kerak. Tuvaletiga, hojatxonasini hozir endi to'g'risi yoniga yaqinlashmadim, uzoqdan ko'rsatishim mumkin shu hojatxona. Endi bu opaga Abdulla aka uyi bor ekan. Allohga shukr, shu 3 xona uy bor ekan. Shu Loyshivoda rahmatlik Loyshivo qilib shu qo'ygan ekan. Bu uyni ham kim bergan ekan? Bu uyni ham mana shu mahallada haligi masjidlarda berib tarqatib, nochorlarga tarqatib yurgan edi-yu. Ko'payda masjidlarda bo'lib berdi, shipanlarda o'tib. Xuddi shu oilaga shu bo'lib berilgan joy ekan. Hatto kechagi kuni eshitgandirsiz, ko'rgandirsiz, hatto poli yo'q edi ekan. Shu qizi etta-bitta ishlab yurib, uy buzilgan odamlarni iltimos tog'a polimiz yo'q degan uchun shular rahmi kelib polini bergan ekan. Shipirlar ham o'tishgan. Endi shipirlari iloji yo'q bo'lib semutda yonib qoldi. Shuning uchun shu endi uy bor ekan, Allohga shukr, shu derazasi yo'q ekan. Shu derazasi bilan endi shu yo'lagini chiroyli qilib, qo'ldan kelganicha mana shu shilaka bo'lib 300 taka 300 tami, anaqa 250 tami, 300 tami shilaka bo'lib bor ekan. O'zi ko'rinib turibdi ozligi. Eshik derazalarni ham boshqa qilish kerak. Kecha videolarni ko'rdim. Endi eshik derazasini hozir birinchi o'chirda shu ekan. Ha, birinchi o'chirda yo'q. Birinchi o'chirda, chunki qiz turmushga chiqadigan ekan. Aytdi, sovchi kelib, mana shu ko'chamdan kelib kirib aynib ketyapti dedi. Qizim chiroyli deyapti. Allohga shukr, mana hammani chiroyli, kuni deb bo'lmaydi har biridan. Lekin savob bo'ladi aka. Shu go'dak bolalarga, shu oilaga qanchadir ehson qilsanglar, hammanglar hurmatli obunachilar savob bo'ladi. Lekin shu joyda to'g'risini yo'lak qilib, u yo'lagini esdan chiqarib qolib ketib turib, yo'qotib X-ga tiqib yuborib, shu yerda mana shu ikkita terakni kesib yuborsak bo'ladimi? Shu ikkita terakni.
Yo'q. Motopila olib kelganman mashinada Hozir lekin. kesamizda 3 ta. Mashinada motopila olib kelganman. Hozir malol ketadi, malol ikkovsi ketadi. Hurmatli obunachilar, Mana. kuzatib turinglar. Abdulla akam ikkovimiz qizg'in ishlar qilamiz Ha, hozir. xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, motopilani ham olib kelganmiz. Hozir ko'rsin. Keragini tekshiramiz. Endi hurmatli obunachilar, shu yo'lini to'g'ri qilinglar degan uchun shu egasidan so'radik. Shu yerda chunki kesganim boisi bet to'g'ri qilib shu yerga xudo xolasa aytgandek mablag' yig'ilib qolgan bo'lsa, ko'p mablag' yig'ilib qoladigan bo'lsa, mabodo taxtani men aytgandek qo'zalab qaqib, chekasini to'g'rilab bunaqa qo'yib qo'yamiz. Shu turpoqlarini tekizlab qo'yamiz. Chunki shag'al tosh kerak. Shag'al tosh uchun yo'l kerak bizga. Etdan to'g'risi bunaqa ko'tarmaydi. Bu orig'ini sal bu tepa tarafi kichkina ekan o'zi. Shu yerni kichaytirib qoziq qoqamizda 5-6 ta qoziq ketadi. Turpoqdan tashab, chimlardan tashab tekizlaymiz. Tunugasini olib kelib qo'yamiz yoniga, iloji bo'lsa shu teraklarni atta ham bor ekan uyda oldida, shu teraklarni olib kelib ustiga tashab turib qora qog'ozmi nimadir bir bola qo'yib, yo bo'lmasa yarim turibda shipir qo'yib ustiga turpoq yotkizib olsak arava o'taveradi. Bemalol maylarda tekizlab shu mana bu yerda do'mi bor ekan. Hech qachon bunday bo'lmasa hech kim uyida. Hurmatli obunachilar, to'g'risi gapimni ham yo'qotib qo'yibman. Shu yo'laydi to'g'rilab bersak chiroyli qilib, avvalambor barchalar shu qo'llab-quvvatlab tursanglar, kuchi birligida dedi. Bitta o'zimiz hech bo'la qila olmaymiz. Shuning uchun hurmatli obunachilar, baringlar obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, shu oilaga ham qanchadir ehson qilginglar kelsa, ehson qilayotgan bo'lsanglar, xudo xolasa, Alloh birda bersanglar, mingni bersin. Hurmatli obunachilar, duo qilib tursanglar ham ancha katta savob bilan hurmatli obunachilar. Shuning uchun shu oilani ko'chada qo'yib qo'ymaylik. Shu oilaga qarashaylik hurmatli obunachilar. Shuning uchun hurmatli obunachilar, teraklar kesyapmiz. Hozir xudo xolasa teraklarni kesib bo'lgandan keyin jarayonlarni ko'rsatishga harakat qilaman orada. Ichkarida mardon ayol suhbat quryapti oila bilan. Shuning uchun hozir motopilani ovozi yo'qoligi uchun to'xtab turinglar deb 5-10 minut to'xtab turamiz. Abdulla aka, shuni turpoqni o'ziga yotkizib olsak bo'ladimi mana bitta? Ha, mochkurlarga yotkizib turib, Mo'minjon shebionga tashlash kerak-da bu yerlarga. Endi mana bunday raqab kelinglar aka.
ko'ringan. O yo'llarni to'g'rilamasa bu Chegarasi mana shu simichka pay ekan. ha. Simichka pay ekan, simichka paydan tualetga tur ekan. 4 sotka ekan xolos. 4 sotik bo'lsa manaqasi nechi? 20 metr ekanda. Uyning ichida to'g'risi mana arada bo'yiga ekib kerak-ku. Lekin uyning ichida sahnada kerak turibdi. To'g'risi agar kattaroq erkak kishi bo'lganda Abdulla aka bu holatga tushmasdi bu odam. Bu ayol bu holatga tushmasdi. Keyin ko'pchilik yozib qo'yibdi, shpakilovka qilib bering, rodbin tortib bering, anaqa debdi. Buni faqat tortsa bo'ladi. Endi Tekkiz ekan. Maslahat qilgan holatda tekis deydi, lekin undan ham tekisroq qilish kerak. Bu oddiy loy shuvoq ekan xolos. Ichkarilari loy shuvoq oqlab qo'yib xolos ekan. Shunaqa tekis qilgan endi loy shuvoqni uncha yo'g'olmaganimda qo'shib o'xshab turibdi. Shuning uchun hurmatli obunachilar, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa chiroyli qilib shu xonadonni eshiklarini ham shu sahnasini deydimi? Sahna deydimi? Sahnasini xudo xolasa chiroyli qilib qo'ldan kelganicha birgalikda xudo xolasa qarashga harakat qilamiz. Endi odam ichiga kirib gaplashib bilganimiz yo'q. Qanchalik nima dardi bor. Nima dard? Endi o'g'lini ko'ryapsizlar. 11 yashar o'g'li bor ekan. 10 yosh. Qiyg'irmi? Qiyg'ir uchun yuribdi dalada mana. Hurmatli obunachilar, olaqonatli bolasini olib ketib qolib chekilik. Urishyapti. Bu yog'i ham polni dalali ekanda, Mo'minjon. Bekarga aytmaydi-da, dala chetida deb. Lekin deb baqirsiz ham hech kim aytmaydi bu yoqda. To'g'risida. Oxiri dala mahallani oxiri yangi cheklardi. Eng oxiri ekanda. Bo'lib ham tutqotar bo'lgan ekan bu yoq. Bu yoq bo'lmaydi dala. Yo'da mana ko'ryapsiz, narada uy bor edi, qo'rg'on qilib qo'yibdi, kimdir chek solib qo'ygan, ashi bo'yicha odam yashamaydi ekan nari. Ayol kishi yer yo'g'gandan keyin endi bu atroflarni ham o'rash kerak. Rahmat, shu qo'rg'on qilib beringlar. Ko'pchilik aytib qo'rg'onsiz uymas deb. Mo'minjon, mayada endi biz ham qishlarda yashaymiz. Endi bizga ham voyaga yetgan qizi bor ekan, to'g'risi. Shu ishi bo'lsa, ashi oldi tomoni, ko'cha tomon, chunki ko'cha tomon ko'rinib turadi. Ko'cha tomonini qo'yib ham Abdulla aka hozir fikr kelib qoldi o'zimga. Hech kimdan maslahat qilmasdan. Ko'cha tomoni o'zi tursa, ko'cha tomon, chunki odam o'tib turadi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun aka shu mana dala tarafga agar mablag' yig'ilib qolsa, obunachilar, qo'llab-quvvatlab olsanglar, birgalikda xudo xolasa shu tomonni mashinasiga zabor qilib bersak, nima deysizlar? Xudo xolasa kommentariyani tagiga yozib qoldiringlar. 250 ta shilaka bo'laga bor ekan, hech bo'lmasa 1 metr urilib qoladi, tosilib qoladi, hech bo'lmasa. Hatlayotsa ham ko'rinib turadi. Iloji bo'lsa polni o'rash kerak. It o'tsa ham bilinmaydi-da. Har xil itlar bor. Hamma yo'g'ini ko'cha tomonda ham to'sish kerak iloji bo'lsa. Shu o'zimni fikrimni sizlarga bildiryapman, hurmatli obunachilar. Kommentariyani tagiga yozib qoldiringlar. Qanaqa emas. Shuning uchun hurmatli obunachilar, sizlarga shu maslahatni tashlayapman. Endi qo'limizdan kelganicha bugun mana shu teraklarni kesib, mana shu oldilarini ertaga betga qo'limizdan keladimi buni ketmonda olib yo traktorlab kelish kerakmi? Kilkab kelish kerak. Agar rushno qilamiz desangiz, kilkida o'yib nima qilish kerak. Bo'lmasa endi bu Samsung nima olib kelaylik desangiz, bu jaga qimmatda u. Undan ko'ra rushno o'sha kilkidan. Obunachilarimiz ham bordir, balki bitta traktori bor mana shu o'rtada. Bor-ku deb mashina anaqasini qilib yurdi. Qo'lda mehnat qiyin, lekin o'ta qiyin. Traktor bo'lsa-yu zo'r bo'lardi, bunisiga surib tezlikla chiqib ketardi. Bu hozir kamida bir hafta olamiz buni. 3-4 kishi. Shuning uchun hurmatli obunachilar, opamiz bilan hozir ozgina maslahat qilib gaplashamiz. O'zlarini ichida dardlarni eshitsizlar, meni ko'p eshitib ordinglar. Kommentariyada yozib qoldirayotgandirsizlar. Qo'llab-quvvatlayman deb tursanglar, xudo xolasa shu xonadonga chiroyli qo'rg'oncha qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, chunki voyaga yetgan qizi bor. O'zi nogiron, ishga yaramaydi. Qizi kuniga Abdulla aka
28 ming 30 ming pul to'p kelaman deyapti. Kecha videoda ko'rdim. Bitta ishlab. Opa 360 ming pul olar ekan. Endi to'g'risini aytganda bir oyda 1 million pul bitta odam, bitta kishi boshiga arang yetadi. Yetadi, to'g'ri. To'g'risi aka. Bu yomonlashmas ya boshqa emas. Qiyin-da, hozir hayot qiyin. Shuning uchun majbur bo'ldi-da bular. Bizga xalqdan yordam so'rashga majbur bo'ldi. Voyaga yetmagan mana bolasi bor ekan. Chunki u bolani qo'lidan ish kelmaydi, ko'chaga chiqgan. Mana ish qilib kelay, pul topib kelay desa, kichkina bola 4-sinfda o'qiydigan bolani hech kim ishlatmaydi-da, javobgarligi bor deb. Shuning uchun uyda onasini yonida ekan, onasiga qarashar ekan, qo'lidan kelganicha. Hurmatli obunachilar, opadan eshitamiz. Mo'minjon, bir og'iz gap uzr, gapingizni bo'ldim. Plan topshirishyaptimi sho'rlarlar? Pullarni 40 kilo chiqdi dedi. Voh. Bilmayman, men to'g'risi men qishloqda yurganim tan olaman, lekin pullarni bitta korobkasidan necha kilo chiqishini bilmayman. Oldingi videolaringizda o'sha qurt tekkanini ko'rdik-da. Hurmatli obunachilar, kuzatib bo'linglar. Opa bilan suhbatlashamiz. Hurmatli obunachilar, opamiz o'zi ham chiqdi. Shu yo'layda to'g'risi odam chiroyli qilish uchun mana obunachilar ko'rib turibdi opadan, qo'llab-quvvatlaymiz, shu opangizga ham, shu opaga ham yordam beramiz deb hammasi obunachilar gapirib o'tdi. Kommentariy tagiga yozib o'tdi deganim, gapirib o'tdi deyman. Bab gapirdinglar-da. Shunga Abdulla akam olib keldi, hozir teragiz kesyapti, hozir tirilar to'xtatib qo'ydik. Shu to'ridan ustozimiz Mansur akamiz 300 ming so'm pul berdi bir mashina shaharga. Shuni ertaga xudo xolasa qo'limizdan kelsa, xudo xolasa to'yda o'tkazib, to'g'risi hurmatli obunachilar, finalimiz bor. Finalda o'tkazib, shu to'yda Bobur akamizni kelin tomondan, Sanatbek kuyov tarafdan degandek ustozimiz o'rtada. Biz ham o'rtada, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa o'tkazib kelganimizdan keyin bu uyda jarayonlarini yana ko'rsatishga harakat qilamiz. Bundan oldin shu qo'limizdan kelganicha mana kech payt bo'lsa ham bu opamizni bezovta qilib keldik, chunki Abdulla akam kelib ko'pchilik yozib kommentariyada shu yo'layni ochib beringlar dedi. Shu to'g'risidan yo'layda mashitdan olib, necha yildan beri opa shu temirda o'tasizlar? 10 yil bo'ldi. Qattiqroq gapiring, obunachilar eshitmayapti. Shu temirda. Bu o'rtadan qilish hech ayollarni keltirganmisiz? O'ylab yurganmisiz shu o'rtadan bo'lsami deb? Yo'q, endi odam o'zidan ham so'rab qo'yish kerak. Mana xalqni oldida sizdan so'rayapman, ruxsat olib. Men o'zimcha kesib yubordim, mana shu o'rtadan qilib. Ko'pchilik obunachilar yozgani uchun ham ustozimiz mana ko'rib turib, bunaqasi uyda orqasidan aylanib yo'ldan ko'rib, dedi, to'g'risini anaqa yo'l qilib bersangiz bo'laveradi, shogird deydi. Shuning uchun shu to'g'ridan qilyapmiz, opajon. Alloh qo'llasin hamisha. Shu chegarangiz, shu hali aytganingizdek shu katta terak oxiri, katta terak. 3,5 so'tlik joymi? Men 3,5 so'tlik joymi deyapman sizga. 3,5 so'tlik joymi joyi? Ha. 3,5 so'tlik joydan iloji yo'q. Shunga xudo xolasa shu yerdan qo'limizdan kelganicha yordam beramiz, hurmatli obunachilar. Birgalikda qo'llab-quvvatlab tursanglar ham shu opamizni qanchadir ehson qilsanglar, ehsoninglar Alloh daryoda qabul qilsin, hurmatli obunachilar. Mana ko'pchilik yaqinqa keling, ovozni eshitmayapti obunachilar. Ko'pchilik shu mahallangizni, qishlog'ingizni so'rayapti, qaysi ko'chadaligingizda. Nayman qishlog'i, Qo'qonli mahallasi. Nayman qishlog'i, Qo'qonli mahallasidan ekan, hurmatli obunachilar. Dala cheti. Shu xolosmi? Shu boshqa yo'q-a? Mana shu Jahon bozorining u tomonida proyekt qilganmiz, o'zingizlar ko'rdinglar. Bu tomonda endi bu tomonida proyekt qilyapmiz. Nayman ko'chasi Qo'qonli qishlog'imi? Qo'qonli mahallasi. Qo'qonli mahallasi ekan, Nuroniy ko'chasi. Nuroniy ko'chasi ekan. Kimdan kim so'rab kelib, shu andijonlik
bo'ladigan bo'lsa, kelib bemalol so'raverasizlar, hurmatli obunachilar. Yaxshimisiz? Xudoga yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Keldinglar. Nima bo'ldi? Bo'ldimi ishlar? Bo'lyapti. No. Qo'shnimi? Mahallamizda. Bunga oladigan nimalar borda har doim sotaverasizmi? Ha, sotaman. Shunga olib kelyapman hozir. Kech bo'lgan bo'lsa, biz kelishib. Yo'lda sizni ham bu ham kuydirmaydigan qilib Hop, aka. gaplashveraman. Ikki oshdan olaman dedi. Ha? To'p. Ma'lum. Barkalinglar bor shu yerda. Tagini gallaysizlar. Yo'q, tagini qildim. Yo'q, uni tag bo'ldi. Bakini sotasizmi? Yo'q. Menaqa sotasini sotaman. Sotasiz Sota, u o'zinglar kesib- yaxshilaysizlarmi? Kesilgan. O'zimizga yetadi jinday. Endi biz nima desa bo'ladi? Leva deydimi, asnaqamiz endi. Yo'q. Bilamiz, bor, o'zimizga bor. Jinday oshisham bor edi. Oshiqcha bor. Tirikchilikka deydi. Tirikchilikka deydi. Jinday endi biz nima deydi, levamiz deganda edi. Tirikchilikka qurt tutib, qurtni shaqidan sotib. Ha, shu g'om bo'ladi-yu. Homillarni olmaysizlarmi mana? Yo'q, unaqa nimaniki terapiya solib. Bormi? Mana ko'cha shu. Bo'ladimi? Ha. Bu terapiya turibdi. Men kesyapman. Taginimi? Ha. Tagini chiqarib qo'ysa olaveradi. Chiqarib qo'yaman. Bo'ldi, davay gaplashaveramiz. Chiqarib qo'yaman. Sotadigan bo'lsa sotamiz, mana chiqarib mana shu. Chunki yo'l qilamiz-da bu yerda biz. Chiqarib Turbaga pulib bo'lsa hamda, ani teraklarni ham kesamiz, uni ham kesib tomirini chiqarib beraman. o bucha deydimi? Ha, bularga nima endi ametga turba olamiz, hozir fikr kelib qoldi. Hozir ana savdo keladi-yu. Ha. Shog'ol. Aynan Bo'laveradi. aslan gaplashmadi. Yo'lakka turbaga Baba terapiya qilaman. Gaplash olaylasizlar. Nima emas, mana uchta turba. Nima qilyapsiz? Yo'l ochyapti. Kuzatib turinglar, hurmatli obunachilar. Oladigan mobillarni akil ko'rsatamiz, kelishib. Yo'q, yana yo'q qilyapti. Xudo xolasa, shu Mansur akamiz, ustozimiz Anvarjon akamiz ikkovi maslahat qilgan holatda shag'alni qo'yamiz dedi. Shuni shu yerda terakda hozir mana ko'rdinglar, o'tin olamiz dedi. Ertaga xudo xolasa bitta oshnam bor, to'g'rirog'i. Oshnamga aytib beraman, agar malol kelmasa unga ham yo bo'lmasa mana shu yerdan Samsung 200 mingga qilib beraman akajon. Ha? Mayda tekizlab berami? To'g'ri, o'zingiz aytyapsiz, qiyin. Haqiqatda qiyin, hurmatli obunachilar. O'ng'ir to'lashimiz kamida bir hafta qo'l oladi bu yerda. Abdulla akam aytish bo'yicha bir hafta qo'l oladi. Buni u yoqqa borib, bu yoqqa kirib, bu ichkarlarni to'lash uchun bu to'lab bitni tekizlash uchun bir hafta. Tezda olib kelsak, bir yo'l Mo'minjon surdirib turib, ular shag'alda ham surdirib olamiz-da. Shunga qo'llab-quvvatlab tursanglar, qo'lingizdan kelganicha ekson qilib tursanglar, xudo xolasa, chiroyli qilib shu xonadonni ham egasiga, shu opamizga yordam qilamiz. Qanchadir yordam qilayotgan bo'lsanglar, yordam qilaman desanglar, ko'ngildan chiqarib, oilam chiqsa, pul tashardim yo bo'lmasa manzilini bilganimda, nomerini bilganman. Telefon nomeri bilmadim, hali berib telefonni gaplashmadik. Telefon nomerini so'rab ko'raman, agar qo'yavering deydigan bo'lsa, kommentariy tagiga qo'yib ketaman, hurmatli obunachilar, nomerini. Qanchadir ekson qilsanglar, baringlardan Alloh rozi bo'lsin, hurmatli obunachilar. Chunki zaryadga ham oz, to'g'ri tushuninglar. Farg'onada ham, Yozyovonda ham mana Mansur akalarimiz keldi, otamjon keldi, ustozimiz keldi. Ko'rdinglar videolarni, zaryadga ham ozligi uchun oz video qilib qo'yapman. Qo'limizdan kelganicha qanchadir yaxshilik qilgan bo'lsam, o'zimdan xursand bo'laman Ha, deyman-da. xudo xolasa. Ko'pchilik ana shu. Sizni ham bezovta qilib olib kelganingiz. Ha, yo'q. Ishdan keyin akam ishda odamni ishdan olib kelyapman. Mo'minjon savob uchun yuraman men. Rahmat. Qo'ldan kelgancha. Bugun rosa kommentariyaga yozyapti. Abdulla aka bir pas gaplashing. Yozinglar, maza qilib o'qinglar. O'zi anchadan beri o'qimayapmiz. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa, ertangi videolarimizni finalda kutib olinglar. Chiroyli qilib, hech kim qo'ymagan kadrlar doimiy qo'yishga harakat qilaman. Qo'llab-quvvatlab, like bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, shu oilaga ham yordam beraylik. Hammanglarga salom. Endi xudo xolasa, ertaga kelib hozir qorong'i tushib qoldi. Mardona ichkarida anaqa olyapti, video olyapti.
shuni teraklar kesib aka tomirdan chiqarib olib turib qarig'ini o'zi kichik ekan narida bir 200 lik turba olib kelib bir mablag' bo'ladigan bo'lsa 200 lik turba olib kelib unga dur 300 ming. 300 deymi unga dur mana shu tashlamayotganda taxta qoqib turib ariqchaq qilsak bo'ladimi? Ha, ko'pchilikka shu narsa emas. Xudo xohlasa ajoyib emas. Xudoyimdan so'raymiz-ku. Ey Xudoyim yo'lmasin. Endi ko'ramiz ko'pchilik yana qiladigan bo'lsa ko'ramiz. Ajoyib emas. Nah kelinglar. Nima edi? Ibrohimjonmidi? Mana shu bolada o'g'lim. Ko'rishdan. Bu g'irt dangasa emas ekan u, lekin yaxshi bola ekan, ha? Ona Ayasiga qarashadi. mehnatkash ekan. Mehnatga ekan. Hozir do'konchi keling deb do'koni yo'da. Mehnatkash bola ekan. Ha, Xudo xohlasa. Dalanchak makka ekdingizmi? Ne so'tikka makka ekdingiz? O'g'limjon. Ne so'tikka makka ekanini ham bilmayman. Xudo xohlasa bular katta bo'lsa rosa boy inson bo'lib ketadi. Xudo xohlasa. Bu kunlar ham o'tib ketadi. Ayangizga qarashasizmi doim? Ha? Xudo Menga xohlasa. mana qilib ber deb baqirtirmaysiz. Xudo xohlasa katta bo'lsang onangni hozir. Maktabda necha sinfga o'qiysiz? Nechiga o'qiysiz? Beshta. 4-5 ga o'qiysiz. Молодец. 3 olmaysiz. Chopmi? 3 olmaysiz. 4-5 da o'qiysiz. Молодец, omading bersin. Cho'milyapsizmi borib? O'g'lida anaqa bor ekan, ko'l bor ekan, cho'milsa bo'ladimi? Bo'lmaymi? U nima u? Qanaqa ko'l u? Baliq. Baliq bormi? Baliq tashlaganmi menga? Baliq. Uni haligi amaki, unida shipanda o'tiradigan amaki, kapada o'tiradigan amaki. Haligi odam, velosipedda o'tib ketgan odam, mana shu baliq bor. O'tib ketib baliq tutaylik, qalma bormi? Yaxshi bo'la, yaxshi. Ya Xudo xohlasa bugun kommentariyani tagiga Ketmon bormi uyda? Ketmon bormi? Ajoyib. O'zingiz Xudo ketmon? xohlasa. Dalaga chiqib anaqa qilasizmi? Chigit ekasizmi? G'o'za chopasizmi? Nima ish Ha, qilasizlar? o'zim mayada ishlashim kelgan bo'laman. Nima ish qilasizlar? O'tin tashib. O'tin tashiymiz. Ha, Bu makkalar kimniki? Bu makkalar kimniki? Birovniki. Qarab turaman deb kechqurun qo'ymaysizlarmi? Dalaga mayonlar. Itlar kirmaydimi? Bo'ri, deb bo'rilar kelmaydi. bo'rilar Bo'ri kirmaydimi? kelmaydi. Bo'rilar kirmaydimi? 1 minut turibdi. Men gaplashyapman.